Hurmatli vatandoshlar, barchaga yana bir bora assalomu alaykum. Nexus 3 ishqibozlariga Xudoxolasa ukam Andijon mashina bozoridan ko'rsatasanmi deb kommentariy yozgan akalarimiz bordi. Kecha Spark ko'rsatdik. Mana endi aka bugun Nexus 3 ko'rsatamiz bu narxlarda. 2022 ukam antikvar, ya'ni kamroq yurgan Nexus 3 ta avtomatidan so'raganlarga deyapti. Hop, ashi bitta Nexus 3 olaman degan akalarimizga kamroq yurganlar mana Xudoxolasa. Motorlarni qarang mana, sveji holatda turibdi. Motorlarni germetkalari bilan. Mashina benzinda, ABS, konditsioner, yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. 23800 probeyda. Kraskasi toza. Aka generalni chiqadimi? Gen chiqadi. Zavodskiy diskada 4 ta yangi balon. Bay, bu salafan gidrovorsiz bunga. Yashang. Aka, haqiqatda lekin 4 yilga 23000 probey menimcha yomon emas-da, vobshe zo'rda. Xohlagan joyga tekshirib oladi. Video registratorlari bor. Ukam mashinani istagan joyga olib, probegini, kraskasini laboratoriya qilib olaversin deyap. Bu tomondan umuman muammo yo'q deyishyapti. Xudo xolasa bitta metanni qo'yib olsangiz, aka, tinchlik mana. Zapaskalar ham qo'ying, atverkasi yechilmaganda, xudo xolasa mashina. 2022-23000 probeg, kraskalari toza. Dokumentidan muammo yo'q, va xudo xolasa hammasi cho'tki holatda. Ana endi buni narxi qiziq. Necha pul so'rayapsiz o'zi? Narxini 10200 dollar so'rayapman. Hop, Kamini qilib beramiz, ozgina kamini qilib beramiz. qarang. Qo'shtog'i. Mana bozorga o'zi yozib qo'ygansiz 10200 dollar deb. Ha, kamini. Faqat naqd sotamizmi? Naqqa? Naqd pulga. Bozor naqd berdimi? Endi naqd berdi. 9,5 berishdi. Hop, Undan oldingi o'rda 97 ham berishgan edi. bermaysizmi 9,5 ga? 9,5 ga bo'lmaydi. Qo'shilsa berasiz. Gap yo'q. Akalar 9,5 ga bera olmas ekan. Mana 10200 deb 700 dollar arzoniga bermabdi. Xudo xolasa qo'shilsa beringlar. Tiniq mana antikvaridan. Telefon nomer 97 580 24 40 raqamiga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Agar o'zida yili pastroq Nexus 3 bo'lsa, berib barter qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Unga ham bo'laveradi. Bu kimdan? Kobalt mendan bor. Kobalt bo'lsa ham bo'ladi. Kobalt ham bo'laveradi. Endi bunisini yili nechi? Mexanikami? Avtomatmi? Yo'q, ukam bizga ular jicha balad desiz. Mana 2019 avtomat, kraskasi Toza. kraskasi toza. Gendavernis beriladimi? Beriladi. Gendavernis berilaveradi. Ledlarga to'g'ri qo'y. Aka, kapotini tortib yuboring endi bir yo'la. O'g'lim mashinasi. Mashinadan qashqasi mana, toshdek. Mana bu yerda ozgina qasqachasi bor ekan. Xo'p, va avtomobilning motori. Metallarga do'rstanovka bo'lgan, motor hadovoy. Zo'r. Motor hadovoylar zo'r. Rasxod yo'q. Xo'p, led qo'yilgan, 4 ta diska, 4 ta yumshoq balon, balonlarning holati aka xudo xolasa kuzga to'g'ri xizmatingizni qiladi. Shumkalarga to'g'ri qilingan. Va mana salonning ko'rinishi. Xo'p, avtomobilda deflektor qo'yilgan, sidinasida chexoli, bunaqa yevro bakoylari o'rtadagi mejgar pultlariga to'g'ri bor va unaqa evakor tashalibdi. Va mana ortidan ko'rinishi, gazlariga to'g'ri bor xudo xolasa. 2019 yurganini qancha dedingiz? 164 ming yurgan 2019 avtomat akalar. Yevrosidan bo'lganda ham. Xo'p, o'zim o'g'limning mashinasi deyapti. Narxini necha pul deymiz buni? Bu narxini 8200 dan ozgina tushib beramiz. 8200 dollardan ozgina kamini qilib beriladi. Ya'ni olib minishga tayyor, xudo xolasa shumkalarga to'g'ri aytdim. Faqat naqdmi? Faqat Naqd pulga. Telefon nomer 97 580 24 40. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Albatta bizga like bosib, do'stlarga podpiska qilib qo'ying. Xo'p akalar, davom etaveramiz ukam. Bozorda faqat oq Nexus 3 bormi deganlarga mana aka mokriy rangini sariq salonli variantidan topib qo'ydi. Ya'ni kim nima desam ekan, bejiviy deb qo'yadimi? Mana aka avtomobilning motorini qarang, holatini. Hop, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor hadovoy qanaqa? Motor hadovoy zo'r. Kraskasi-chi? Akalar 2017-yil 2 ta petnosi bor, 4-payizli avtomat, ya'ni Nexus 3'larning eng full varianti, bejiviy rangligi. Hop, zavodskiy diskada 4 ta balonlar kuzga alishtirib yuborasiz. Yurgani qancha? 120 ming probeg. Monitorlarga to'g'ri qo'yilgan, mejigarlari bor. Orqada keyin kolonkalarga to'g'ri qo'yilgan. Ilonim bo'lmagan, evakor polik tashalib, bakoylari qayriladigan variantidan. Hop, 2017 120 ming probeg. Hop, ikkita
907 mejgarlar qo'yilgan yangi. Mana metani. Mana mana zapaskasi. Hop. Ana endi dokumentga gench qo'rami? Nima bu dokument bo'ladi? Xo'p. Narxini necha pul deymiz? 7400 kam. 7400 dollar kam bor. 2017-yil 120 ming yurgan ikkita detalli petnosi bor. Avtomat korobka, hamma yo'q tayyor holatda. Faqat naqdmi? Nasiya bor. Nasiya bor. Necha puli borga? 3000 ga chiqadimi? Chiqar. 3000 puli borga nasiya chiqadi. Barterga ham kelishamiz. Telefon nomer 97lik 97lik 387 387 105. 1005 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zini oling. Albatta bizga like bosib, do'stlarga badilsam qo'ying aka. Xo'p akalar, Nexus 3 ishqibozlariga davom etaveramiz. Hurmatli vatandoshlar, aka navbatdagisini ko'ring. Ukam imkon darajasida mana diskalarga dur qo'yib qo'ygan deyap. 2020 kraskasi toza. Kraskalari toza. Generalni chiqadimi? Egasidan bo'laman, prem. Egasini o'zidan premni generalni qilib beraman ukam deb. Avtomobilda aka mana motorning holati metan uстановка bo'lgan, ABS, konditsioner bor. Motor hadovochi aka. Motor hadovolar go'zal. Oldi labi ikkita yon oynalarda quyoshdan himoyalar qilingan deyapti. Avtomat diska qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon, holatlari ham yaxshi. Shumkaga dur bo'lgan. Bay, rostdan ham aka. Va afshikalarni qarang holatini. Mejigar pulti bor, 906 mi? Xo'p, sidinasida chexollar qo'yilibdi. Ilyonim bo'lmagan, rezinka tashalgan. 186 ming yurgan-a? 186 ming probeg 2020 ikkinchi payizda mexanika korobkada. Kraskalari toza aka va gazlarga doğru o'ralib shumka qilingan va mana qozonlarning holatini ko'ring aka. Hop. Ana endi aka buni narxi qiziq. Generalni beraman dedingiz. Kechki bozor narxini necha pul so'rayapsiz aka? 7000 dan sunnatiga o'tib bera olamiz. 7000 dollardan sunnatiga o'tib beralar ekan. Endi necha pulga o'tkazib savdo qilishingiz u sizning savdoingizga bog'liq endi. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? 4000 puli borga 6 oygacha bera olamiz. 4000 atrofida puli bo'lsa 6 oyga dur nasiya savdo kelishamiz. Xo'p, telefon nomer 90lik 759 7017 7017 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zini oling. Omadli xarid kanalidan beshingiz chiqmasin. Albatta bizga like bosib qo'yinglar. Mexanika Nexus 3 ham bormi bozorda deganlarga qarang mana 2020 navbatdagi Nexus 3 avtomobilimiz, kraskalari toza. 4 ta Cobalt diska yumshoq balonlarga dur qo'yilgan xudo xolasa. Xo'p, dokument qana bo'ladi? Dokumentiga generalni ham chiqadi ukam deyapti. Mana qarang aka, avtomobilning motorining holati. 4-pokoleniya propanlariga dur bor, ABS konditsioner, hatto bitta qaraganingizda bu nomerni joyi bor-ku. Nomeringizni chiqib ketgan aka, yechilmagan hamda nomer ishonasizmi? Hop. Yurgani qancha dedingiz? 113 ming probeg 2020. Mana aka, mashina mexanika. Hop, torpedkalarimiz sostenasi, mejgar pulti bor, video registrator. Mejgar pult ham ukam eng yaxshisi, ya'ni 909 dan deyapti. Mana qarang. Vay, yashang. Eng originalidan. Zapaskalari va aka mana propallari. Metan uстановка qilinmagan ekan. Xo'p, qaytidadir petnocha bor dedingizmi? Nima bor edi? Qarang aka, shopir tomon oldi kriloni, mo pasida, mo brizgavida oldi bir qaricha petnocha bor ekan. Qolgan joyda hech qanaqa defekti yo'q deb. Narxini necha pul deymiz? Sizning kanalingizdan 7000 ga beramiz. Bizning kanaldan, ya'ni omadli xariddan desangiz 7000 dollarga ukam beraveramiz deyishyapti. Faqat naqdmi? Naqd. Naqd pulga. Telefon nomer 97lik 985 0550 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Omadli xariddan deyishingizdan chiqmasin.